Mana bu 5D qoidasi nasosni og'zidan, rasturbidan 5 ta diametrni nima qilishimiz kerak. Shochikda ham shunaqa. Shochikda ham shunaqa. Biz o'zimiz bittasiga usta topib berdik, santexnik. Shochikka ham bunaqa montaj qilib ketibdi. Tak. Hozir o'chirish joy qolmabdi. Короче, u vodokanalda ishlaydigan odam meni ko'rgan ekanda. Ya nima qilib ketdilar, 5D deb qo'yadi. Bundoq qilib shochik qo'yib ketibdi-da. Mana bu yerda 5 ta diametr og'zidan yo'q ekan. 100 talik shochik qo'yilgan, flansiy 100 talik bo'lgandan keyin 50 sm joy qolishi kerak ekan. Shochikda ham shunaqa, nasosda ham shunaqa. Chunki qayilganda suv ko'piradi, o'sha ko'pirga ichkariga kirib, aylanayotgan kirilchatkani anaqa zarar keltiradi. Buziladi. Shovqin ham shundan kelib chiqadi. O'zi asosan nasosni ishlashida shovqin, suv shovqini bo'ladi-da, o'zi yaxshilab eshitilsa. Shuning uchun sirkulyatsioniy nasosda suv ta'minotida iloji boricha mana buni 25 talik bo'lsa 12,5 sm o'zi arzimagan o'zi. Suv o'ziga olishganda O'ziga kelib oladi. Shunaqa. Xo'p, bu suv tortish holati. Suv tortayotganda nasosni stansiya bo'lib, mana bunaqa общий kollektorda tortishi mumkin emas. Mana. Suv tortishda har bitta nasos o'zi tortishi kerak. 4 ta nasosmi, 3 ta nasosmi turibdimi, o'zingiz tortishingiz kerak. Bu anaqalarda uchraydi. Baliqchilik bilan shug'ullanadi, bunda basseynlar qiladi, nasoslar qo'yib, tortib suvini chiqarib tashlashga yoki qanaqadir rezervuar yer tagida qilib qo'ygan bo'lsa, o'shanga 2 ta 3 ta nasos qo'yib bergan bo'lsangiz, zavodlarda shunaqa joylarga общий turbadan tortmoqchi bo'ladi-yu, unaqa mumkin emas. O'zi har bittasi o'zi tortishi kerak. Birinchidan bu yerda diametr kattalashib ketadi. Ikkinchidan havoni bu yoqda to'planaverib qiynaydi, yaxshi ishlamaydi. Diametr, mana buni общий diametr katta qilishimiz kerak-ku kollektorni. Katta bo'lib ketgani uchun torta olmay qoladi. Shunisiga ehtiyot bo'lishimiz kerak.